bir duo qiling, Alloh menga sog'lom qalb bersin deb duo so'ragan bormi ichimizda? Kimni qalbida shirk bo'lmasa, riyo bo'lmasa, hasad bo'lmasa, kibr bo'lmasa, odamlarga nisbatan adovat bo'lmasa, noshukrlik bo'lmasa, ana shu qalb sog'lom qalb hisoblanadi. Kimda ana shundoq qalb bor? Alloh unga juda ham katta baxt, saodat beribdi. Islom insonni isloh qilishni eng avvalo qalbni isloh qilishdan boshlaydi. Inson bilamizki, doim moddiy farovonlikka intiladi. O'ziga qulay sharoitlar qilishlikka harakat qilaveradi. Lekin hayotda shuni ko'rib turamizki, moddiy boylik bilan inson baxtli bo'lib qolmas ekan. Har qancha moddiy boylik insonni baxtli qila olmas ekan, toki uni qalbida xotirjamlik bo'lmaguncha. Shuning uchun Robbimiz yawma la yanfa'u malun va la banun illa man atalloha biqalbin salim. Sadaqallohul azim. Qiyomat kunida na mol dunyo, na farzandlar foyda bermaydi deyapti. U kunda faqat Allohning huzuriga sog'lom qalb bilan kelgan kishilargagina foyda beradi deyapti. Siz bilan bizni qiyomatimizda Allohning huzurida foyda beradiganimiz azlar sog'lom qalb ekan. Kim Allohning huzuriga pokiza qalb bilan, sog'lom qalb bilan borgan bo'lsa, u inson najot topar. Meni huzurimga faqat sog'lom qalb bilan kelgan insongina najot topadi deyapti. Mana haqiqiy baxt, haqiqiy boylik nima? Haqiqiy boylik, haqiqiy Allohning huzurida qiyomat kunida eng qiyin kunda bizga yordam beradigan qalbimizning pokligi, sofligi ekan. Biz Allohdan ko'proq shuni so'rashimiz kerak. Ochig'i tan olaylik, siz bilamiz, mol dunyo so'raymiz, bola chaqa so'raymiz, boshqa har xil narsalarni so'raymiz. Insof bilan aytaylikchi, kim duolarda Alloh menga sog'lom qalb ber deb Allohdan so'ragan? Kim so'ragan? Birorta bir duolarda eshitdikmi, so'radikmi? Hamma narsa so'raymiz. Domlalardan ham, ulug'lardan ham o'g'il so'raymiz, boshqa narsalar so'raymiz. Bir duo qiling, Alloh menga sog'lom qalb bersin deb duo so'ragan bormi ichimizda? Mana azizlar, bizlar uchun eng muhim narsa, kerak bo'ladigan narsa, qiyomat kunida foydamizga hujjat bo'ladigan, bizga najot bo'ladigan narsa sog'lom qalb. Qiyomat kunida shuning uchun Xudoy taolo insonni tashqi ko'rinishiga yo uni boyligiga, mansab martabasiga qaramas ekan. Alloh uni qalbiga qarar ekan. Qalbi sog'lom bo'lsa, u najot topar ekan.